Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Mana men o'sha 2025-yilda ikkinchi etajimizni, showroomimizni obzor qilib, manzilini yozmasdan juda ko'p izohlarga sababchi bo'lgan, ya'ni so'kishlar, olqishlar eshitgan bola men bo'laman. Men 2025-yilda video obzor qildim. To'g'ri, haqiqatdan meni aybim bor, lekin manzili bo'yicha ozgina odamlarda ham tushuncha bo'lishini xohlayman va yana shunga qo'shimcha bugun video obzorimizda bizning manzilimiz hamda biz qayerda joylashganmiz, 2026-yilda qaysi eshiklar trendga chiqadi, narxlari ko'tariladimi yoki tushadimi, shuni video obzor qilib sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Videoga like bosmagan bo'lsanglar, videoga bitta like bosinglar hamda eshik oqtarib yurgan tanishlaringga yuborib qo'yinglar. Biz bir kun emas, bir kun asqotib qolishimiz mumkin. Chunki bugun menga srochniy telefon kelyapti. Sizni 6 oy, 7 oydan beri kuzataman. Mana endi fursat bo'ldi, eshik olamiz degan gap mana hozir endi kerak deyapti. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lgan holatda podpisatsiya tugmasini bosganingizdan keyin kolokolchik rasmi chiqadi, ya'ni qo'ng'iroqchani. FC degan joyni tanlab qo'ysangiz, bizning skidka qilgan vaqtimizdagi chiqargan videomiz, har kunlik videomiz sizga yetib boradi va manfaatli bo'ladi degan umiddamiz, do'stlar. Hamda hozirgi kunda juda ham ko'pchilik savollari kelyapti. Ko'pchilik savollariga javob berishga harakat qilaman. Videoni o'tkazib yubormasdan hamda like bosishni unutmanglar. Videoni o'tkazib ko'rmanglar, do'stlar. Video orasida juda ham kerakli ma'lumotlarni sizlar uchun aytib boraman. Do'stlar, unda biz obzorni boshladik, juda ham qisqa qilamiz, chunki bizning vaqtimiz oz. Mehnat qilyapmiz, mehnatimizni haligi nima deydi? Ozgina bo'lsa ham mehnatimizga malades. Sen haqiqatdan ham biz uchun safarda yurganlar yoki chetda yurganlar, musofirda yurganlar uchun o'zingni vaqtingni ayamasdan biz uchun obzor qilib beryapsan deb ozgina bo'lsa ham like tugmasini bossanglar, biz yana ham motivatsiya olamiz sizlar uchun yangilik qilishda, yangilik va manfaatli video chiqarishda to'xtamaymiz, do'stlar. Mehnatimizni jicha qadrlasanglar bo'ldi. Sizlardan shu iltimosimiz bor, xolos. Videoga obuna hamda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar va qo'ng'iroqcha tugmasini hissiyda bosib qo'yinglar. Hamma ma'lumotlar sizlar uchun yetib boradi. Qani unda birinchi eshigimizdan ketdik. Birinchi eshigimiz bizda o'ng qo'lda shotlandka stilidagi. Bu eshikka qaramaysizlar, bu eshik o'zimizniki. Qani eshikchini magazinida shunaqangi eshiklar ham bor. Mana shotlandka modelimiz, bu razmerlarimiz любой joyga, любой razmerda bo'laveradi. Buni alohidalari ham bor, video davomida chiqadi. Do'stlar, birinchi eshigimiz 210 ga 90, 80, 70 bo'ladi. Keyin yana bir narsalarni video davomida aytib o'taman. Bular sizlar uchun juda ham kerak bo'ladi. Hozirgi kunda menga ko'pchilik telefon qiladi-da. Bu ham mana 210 ga 90, 80, 70 bo'ladi. Ikki qanotlilari ham bor. Ko'pchilik telefon qilib, katalog bormi? Katalogdan ko'raylik. Rasmi bormi? Alohida. Voy do'stlar, onlayn hech kim bilan shug'ullanib bo'lmaydi. Onlayn. Chunki buni sifatini to'g'ri kelib ko'rmaginizcha o'zingiz amin bo'lmaysiz. Ko'zingiz bilan ko'rib, ishonch hosil qilib, bizdan shuncha mijozlarimizga o'xshab xarid qilib ketsangiz, yana boshqa nima sharoit kerak, do'stlar, aytinglar. Chetda bo'lsangiz ekan, xo'p, chetdagi yurganlarga ham siz bu yerdan bir yaqiningiz kimnidir jo'nating, sifatini ko'rsin. Biz bu yerda mavjudmizmi, biz bormizmi yoki yo'qmizmi? Plyusi internetdan hozir ko'pchilik aldanib qolyapti. Shular orasiga biz ham kirib qolmaylik degan maqsadda turibmiz. Buni gluxoy varianti ham bor. Bu ham o'sha aytgandek razmerda. Bu mana eshiklarni tanlaganinglarni screenshot deyman-ku. Screenshot qilib turib Telegram orqali yuboringlar, bo'ldi, boshqa masala yo'q. Mashindan 10 dona yo 20 dona ponni zakaz beraverasizlar. 210 ga 90, 80, 70 bu ham razmeri. Navbatdagi eshigimiz, 3-modelimiz. Bu ham zo'r, juda ham sifatli, qalin eshiklarimiz bilasizlar. Juda ham garantiyasi ham bor, o'zi ham premium kачествоda. 210 ga 90, 80, 70 ikki qanoti bor. Bularning hammasini shu to'rtta ko'rsatgan bo'lsam, ikki qanotligi ham bor. 5-eshigimiz bu navbatdagi kofe rangda, uni gluxoy modeli bu. Kofe rangda hozirgi remontlarga juda ham mos keladi. Mana agarda
Menga rasmini tashlamoqchi bo'lsanglar, narxini so'ramoqchi bo'lsanglar, mana shu videoni bitta to'xtatasizda, skrinshot olasiz, menga Telegramdan yuborasiz. Bo'ldi, ortiqcha qiyin joyi yo'q. 2 o'nga 90 80 70. Eniga 2 qanotligi ham bor. 6-modelimiz. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, juda ham hammaga taniqli, tanilgan eshigimiz, yangi fason 2026 versiya, bu ham 2026 versiya. Bu ham 2026 versiya. 2 o'nga 90 80 70, 2 qanotligi ham bor. Oppoq premium kачество, o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar kачествосiga. Kraskasi ham mana u chang-panglariga ahamiyat bermaysizlar. Tozalanmagan ana. 2 o'nga 90 80 70. Bu razmeri bor. 7-eshigimiz. Bu ham mana ko'rib turganlaringdek premium kачество. Bu eski fasonu, lekin odamlarning ko'ngliga tegmaydigan fason. Sifati juda ham kuchli. Premium kачество. 2 o'nga 90 80 70. 2 qanotligi ham bor. Mana o dumaloqchaga qaramanglar. Mana dumaloqcha tepada svet turibdi mana. Svetni yorug'ligi mana. Oldiga kelsam yo'qolib qolyapti. Ko'ryapsizlar-ku? Shunga o'xshab. Ha, endi 8-eshigimiz. Bu xuddi shu turgan 1.30. Xohlagan eshiglarni shunaqa ham qilib berishimiz mumkin. Razmeriga qarab. 2 o'nga 90 80 70 bo'ladi. 2 qanotligi 1.28 dan boshlanadi. 2 qanoti 60 talik qo'yiladi. 2 ta 60 talik. Shuni bitta hisobga olib qo'yasizlar. Premium kачество, bu ham zo'r eshik, og'ir eshik. Ancha-muncha brendlarda 10 milliongacha sotilayotgan eshiklarimiz. Bizda teng yarimidan ham arzonga. Xo'p, 9-eshigimiz bizda. Navbatdagi 9, 10, 11-eshigimiz high-tech modelda, xohlagan ranglarda 2 o'nga 90 80 70 bu ham. Bu ham 2 o'nga 90 80 70. Bu ham 2 o'nga 90 80 70. Oynalari haqiqiy oyna, kraska yokida bir laminat qilib qo'ymaganmiz, MDF kraskalab qo'ymaganmiz. Oyna bo'ladi. Navbatdagi eshigimiz o'sha 9, 10, 11 bo'lsa, 12-eshigimiz 2026 versiya, 2 o'nga 90 80 70 mana razmer. Mana videoni qo'yyapman-ku. Sizlar kerak bo'lsa to'xtatasizlar-da, mana tirsa to'xtatib turib, skrinshot olasizlar. Mana shu eshik deb turib, menga tashlaysizlar. Buni ortiqcha qiyin joyi yo'q. Bormi? Bor. Bo'lsa kelinglar. Narx surishtirib, katalog, uydi, buydi demasdan ortiqcha savollar bermanglar do'stlar. Biz ham sizga ahamiyat beryapman. Hatto kelgan klientga qaralmayapman. Kelgan klientga qarab turib, telefondagi odamga ahamiyat berolmayapman. Biz ham o'zimiz bir-birimizni to'g'ri tushunamiz degan umiddamiz do'stlar. Mana navbatdagi eshigimiz 13-eshik, 2 o'nga 90 80 70. Buni ham sifati premium kачество. Mana alohida obzor qilib bering deganlar uchun mana shu alohida obzor bo'ladi. Mana shuni to'xtatasiz, skrinshot qilasiz, ptichka belgilab qo'yasiz ustiga. Bu yoki bu yoki bu. 13-eshigimiz ham 2 o'nga 90 80 70 bo'ladi. Endi bu 14-eshigimiz. 2 o'nga 90 80 70. Bu ham fasoni zo'r, premium kачество, narxlari ham zo'r, hamyonbop. Keyin yana bunisi уже 12, 13, 14, 15-eshigimiz. Oynali. Buni sherigi bo'ladi bu. Bular sherigi yuradi. Kuxna va zal qismlariga bundan qo'ysangiz bo'ladi. Endi bu eshiklarimizni ko'rib turibsizlar-ku, par qilib olsanglar zo'r chiqadi. Va shu tiniq, birga bir ishlanganda. Shuning uchun do'stlar mana alohida to'xtatdim, skrinshot qilasiz, Telegram orqali tashlaysiz. Bormi? Ha, bo'ldi. Bo'lsa, kelinglar, olib ketaverasizlar. Bemalol necha dona desanglar bor. 12, 13, 14, 15. O'zim adashib qolyapman. 16-modelimiz high-tech, bundan pastda tugadi. 17-sidan ham tugadi. Mana alohida obzor. 18-sidan bor. 18, 19 bo'yicha obzor qilamiz. Bu fason to'g'risi meni o'zimga ham yoqadi. Nima uchun? Bu uyingizni katta ko'rsatib turadi. Ham eshikni katta ko'rsatadi. Mana bu yerda bir xil razmer turibdi. Bu yerda ham bir xil razmer turibdi. Ikkovsi bir xil razmer. Qaysi biri katta turibdi? Mana o'zingizlar ko'ringlar. Bitta baho berib qo'yinglar. Izohlarda o'z fikringizni qoldiringlar. To'g'rimi? Do'stlar, nima dedinglar mana shu narsaga? 18, 19 bo'ldimi mana shu? Mana. Skrinshot to'xtatasiz, bo'ldi, tashlaysiz rasmlarni. Ortiqcha muammo yo'q. Bormi? Bo'ldi, kelasiz, olib ketasiz. Bu ham sherik. Oynasini kuxnyaga, o'sha oynaligini kuxnyaga, zallarga qo'ysangiz bo'ladi, zal qismlariga. Juda ham premium kачество. Mana bu ham shunaqa.
210 ga 90 80 70, 210 ga 90 80 70. Keyin nechinchi eshikka yetganimni kim agar videoda kuzatib turgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Men o'zimcha 21 deb o'ylayapman mana uni. 21-eshik. Bundan yo'q, 22 dan yo'q menimcha. Bundan ham tugadi pashti. Уже sotilib ketgan. 60 taliga qoldi xolos. 210 ga 90 80 70, 210 ga 90 80 70. Bu 24 ga yetdikmi? 24-eshigimiz bor. Premium kачество, ustidagi materiali to'g'risi baxmalga o'xshaydi. Klinika, boshqa narsalarga juda ham zo'r ketadi. Ofislarga, maktablarga juda ham zo'r tushadigan eshigimiz. Mana buni o'ngi tesi bor, o'ngisi mana oynasi mana glansiviy yaltirab turibdi. Mana men matdan ko'rsataman. Mana yaltirab turibdi-yu. Xuddi o'shanday bo'lib, bu eshigimiz уже 24. 25-eshigimiz akriloviy bo'ladi. Akriloviy fasonda. Bularni ham 210 ga 90 80 70 razmeri bor, mavjud. To'xtab tursang, bo'ldim pashti. Bu ham 210 ga 90 80 70, bu ham 210 ga 90 80 70. Bulardan ham mavjud. 210 ga 90 80 70. Bu ham 210 ga 90 80 70. Qisqacha obzor bo'lish kerak edi-da, to'g'risi do'stlar. Mana sizlar uchun prosta videoni tarsas to'xtatasiz, pauza qilasiz, rasmini tashlaysiz menga. Bormi, yo'qmi? Davay, ketdi. Kelaman, shunaqa. Keyingi videoda qolgan eshiklarni obzor qilamiz, do'stlar. Eshiklarimizni xili ko'p. Birinchi etajda ham xudo xolasa yoritib beramiz. Manzilimiz Farg'ona shaharda joylashgan. Farg'ona shaharda, Malik Kalsivoyda. Kimga kerak bo'lsa, manzil lokatsiya bo'yicha agarda Telegram kanalida Telegramni tushunsalaring, Telegramda kanalimizda zakreplonni qilib qo'yganmiz manzilimizni. Agar tushunmasanglar, Telegram orqali mana shu nomerlarimizda bor, bizning nomerlarimizda telefon qilsalaring, lokatsiya tashlab beraman. Albatta kelib o'zingizlar ko'zingizlar bilan sifatini tekshirib, xarid qilib berishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar. Video ko'rganlar uchun, vaqtlaring olganim uchun rozi bo'linglar. Salomat bo'linglar. Hamisha biz sizlar uchun doimiy xizmatdamiz.